Assalomu alaykum. Zuhraxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Yaxshi. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Ayni daqiqalarda onamning duosi meni asraydi kanalidan qo'ng'iroq qilyapman. Ushbu kanal boshlovchisi Mahfuzaxon bilan suhbatlashyapsiz. Bugungidek Allohimga banda, Rasulimizga umid bo'lgan kuningiz shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, yuzingizdan kulgu tabassum arimasin, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Bizning kanalimizda onamga maktub degan loyihamiz bor. Ushbu loyihamizga yaqinlaringizdan biri siz uchun tabriklar, dilnomalar qoldirganlar kim bo'lishi mumkin? Tabrik egasi taxminingiz bormi? Yo'q, bilmadim. Yaqinlarim juda ko'p. Endi kim ekan? Eng yaqin insoningiz. Bilmasam, Fotimaman. Keling, o'zim ayta qolaman. Sizni chin dildan yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi turmush o'rtog'ingiz Yunus aka tabriklab qolganlar. Ha, rahmat. Sog' bo'lsinlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Agar ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan dilnomalari yu tabrik xatlari bor. Shularni sizga o'qib eshittirsam? Ha, Minnatdorman. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va aziz bo'lgan quvonchim, mehribonim, g'amxo'rim, jufti halolim, yuragimning tanho malikasi, xonadonimning oy yuzlik farishtasi, ro'zg'orimning butuniyu sarishtasi. Bugungidek shukrona ayyoming munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umring uzoq, martabang bundan-da ulug' bo'lsin. Mening umr yo'llarimdagi yelkadosh, mehribon, mehnatkash ayolimsan. Umr yo'llarimda qancha qiyinchilik bo'lmasin, hammasida yonimda turding. Buning uchun sendan ming roziman. Rahmat aytaman. Allohim bergan go'zal umrimizni har onini sen bilan juda ham baxtli yashab o'tyapman. Mening baxtim uchun doimo sog' salomat bo'lgin. Umring uzoq bo'lsin. Balki men seni dunyodagi eng baxtli ayol qila olmayotgandirman. Lekin sen shuni bilginki, men sen bilan juda ham baxtliman. Har bir kuchli erkakning ortida kuchli, irodali, sabrli ayol bo'ladi. Sen menga Alloh tomonidan berilgan eng katta mukofotsan. Men uchun eng aziz va mehribonimsan. Qo'li gul chiroyda tengi yo'q jufti halolimsan. Chehringdan hech qachon tabassumlar arimasin. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya mana shunday samimiy tilaklarni mehribon jufti halolingiz nomlaridan qabul qilib qolasiz. rahmat. Sog' bo'ling. Tashakkur. Sizning ham yaqinlaringizga dil izhorlaringiz, aytar so'zlaringiz bormi? Bo'lsa marhamat yo'llashingiz mumkin. Mana xo'jayinimga rahmat aytaman. Sog' bo'lsinlar. Nimaiki niyatlari bo'lsa hammasi amalga oshsin. Eng yaqin do'stim, qalbimni quvonchi u kishi. Allohim o'z panohida asrasin doim. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Kam kasal bo'lmasinlar. Mashalloh. Mashalloh. Ilohim aytganingiz kelsin. Ezgu niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling. Juda chiroyli tilaklar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Onamning duosi meni asraydi Telegram kanaliga obuna bo'ling va yaqinlaringizni biz orqali ovozli tabriklar yordamida xursand qiling. Unutmang, biz doim siz uchun xizmat qilamiz. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar elgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.